Hammaga salom bolalar. Mana bugun ikkalasini ham haydadim. Kimlar Freightliner baleshki, kimlar Volvo baleshki. Bunisi Real Madrid, bunisi Barcelona. Shu Amerikada ham shu Freightliner bilan Volvo ko'pincha trakchilarning orasida spor bo'ladi, spor. Hozir men sizlarga o'zimni chesti nima deydi, halol fikrimni aytib o'taman. Ikkalasi bo'yicha. Hech qanaqa buni ham haydadim, bu traktordan ham bor 25, Volvo 26. Bolalar 26 nimaga aldamang deb komment yozmanglar. Amerikada 26-yilgi modellarini 25-yilda chiqaradi. Bir yil oldin chiqaradi. Dokumentatsiyasida hattoki buni 26 deb yoziladi. O'sha ertaga sotishda ham yutasizlar shu bo'yicha 26 deb so'yadi. Shunga savollar bo'lmasin. Nimaga bu 26, aka bu 25-yilda yashayapmiz deb. Amerikada shunaqa. Keyinlar endi boshlaymiz. Qaysi biri zo'r? Kommentda yozinglar o'zlaringni fikrlaringni, qaysi biri buni zo'r. Mana 26-chi Volvo. Men o'zimni fikrimni aytaman bugun. Ikkalasini ham haydab ko'rdim. Ikkalasini ham haydada ancha uzoq haydadim. To'g'ri fikr aytaman men sizlarga, to'g'ri. Bu yerda dizayn chiroylik bo'yicha Volvo просто takoy yirtib qo'yadi desam ham bo'ladi. Volvo chotki. Volvo chotki qilingan dizayn takoy hammasi Freightliner bilmay 26-yilgisini ham ko'rdim. Вроде бы o'sha bir tepasida solnishni zaryad beradiganlardan ham ko'rdim. Может o'zgartiradi, hali может men ko'rmadim. Yangi o'sha tashqi ko'rinishini. Ikkalasi ham yaxshi trak bolalar. Ikkalasi ham yaxshi trak. Buni Volvo motori, buniki adashmasam ko'rishim kerak bolalar. Uzr, buni e'tibor bermaganman. Ikkalasi ham yaxshi trak. Volvo bez problem ko'proq yurib qo'yadigan trak. Buni tan olish kerak. Ba'zida Freightliner masalan deylik DEF sistemasi problema bo'lsa, buni speed sensorini ayirib haydash qiyin masalan, buni tov qilish kerak Freightliner. Volvo'ni pastga tushib transmissiya tagidan speed sensorini ayirasiz, Volvo ketaveradi. Zapchaslariga kelsak bolalar, zapchaslariga kelsak Freightlinerning zapchaslari qimmatroq chem Volvo. Moyni almashtirib, menga bilmayman, men xato qilayotgandirman. U kun bir problema bo'ldi mana. Problema emas. Men 5-kolesini qimirlatishimga bolalar ozmaslarga ko'rsataman. Mana bu zapchasga yomon problema bo'ldi. Narxini eshitib men jinni bo'ldim. Ikkita trakimda ham mana bu 5-kolesini bizda orqaga ko'chiramizda. Bizlar buni orqaga surishimiz kerak. Mana buni ham men orqaga qanday surganman? Дополнительный mana bu frame qo'yganmiz. Mana bu frame. Mana bu frame mana buni mana shu qo'yganmiz. Ko'rayotgan bo'lsang, temirlik. Mana shu narsa. Freightlinerda bitta mana bu qismi, mana bu framening bitta qismi Freightlinerda $470 turadi. Endi bular ustiga qo'shib, lekin Freightlinerda imенно shu frame 400 qancha dollar turar ekan. Men og'zimni ochib qo'ydim. Volvoda 150 dan $190 gacha imенно ana shu frame. Mana shu. Mana buni frame deydi. Chunki surishda menga kerak bo'ldi. Buni men $500 ga orqaga surganman. Freightlinernikini olib kelib 1000 adashmasam 1200 ga surdim. $700 qimmat. Bu chisi jinnilik. Bu orqa qismi bir xil nima deydi? Volvoda kamera bor. Buni ham problemasi qo'yish. Ikkalasi ham akkumulyatorlik nima, APU, o'sha batareyalik, mana orqasida ventilyatori bor. Volvoda aka qani deyishlaring mumkin, a? Volvoda yo'q. Volvo nima qilgan? Bu yerda bunaqa ventilyatorni bu yerga qilmagan u. Raz Volvo olgan. Oldinga surgan. Mana agar mana ko'rayotgan bo'lsang, oldinga surgan. Bu qanchadir ekonomishni, lekin tomoni bor. Xudo ko'rsatmasin, avariyaga uchrasangiz, oldin bilan ursangiz, ketdi degan. Uni ham ketadi, radiator ham ketadi, boshqasi ham ketadi. Bunda endi qoladi. Buni oldiga hali mana bu Dirgorddan uramiz. Buni men onlayn zakaz qildim, bolalar, to'g'risini aytsam, da arzon
2,5 ming emas, просто shoshilib zakaz qildim. 1600 mi shunaqa, даже arzonroq 1200, 1200. Yana $400 dostavkasi. No bitta narsa, mana bu radarni yopib qo'yibdi. Именно shu yerda ular adashgan. Bilmayman. Xato jo'natganmi? No, baribir o'zimiz qo'ydik. Ko'plar dediki, aka bu bo'lmaydi, takoy qalin emas, bu. Ular mana bu temirlari qalin. Urganda ushlaydi endi. Ushlamaydi emas. Mana bu ikkalasi ushlaydi. Именно shu oldingi udardan ushlaydi. Da, u X-Guard haqiqatan baquvvat. To'g'risini aytish kerak. Bundan ancha qalinroq, ancha nimaroq. Men shoshilib oldim. To'g'risini aytsam, bu safar menimcha olmayman. O'sha X-Guarddan olamiz. Yana nima? Faralariga kelsak, farasini menimcha ikkalasi ham nima? Kechasi ikkalasi ham nima? Bir xil yonadi. Men ko'rmadim. Katta men o'zim Volvo'ning fanati, lekin buni aytishim kerak, konkret aytishim kerak. Yo'lda o'zini tutish bo'yicha Freightliner Volvo'ning oldidan ancha ustun. Buni men aytishim kerak. Chunki Volvo'ni maqtolmayman, haydadim. Chunki men avvallari uncha Freightliner haydamagandim. Men buni ham ancha haydadim. Bir ikkita, uchta reys qildim. Bittami, ikkita reys qildim. Freightliner o'zini juda yaxshi ushlaydi highwayda, o'sha qimirlamaydi. Volvoda kelsak, Volvo juda чувствительный, rul bo'yicha juda чувствительный. Bitta sali qimlasa, sali qimlaydi. Takoy, nima deydi? Yaxshi ushlamaydigan ekan trak. Motorda motor bo'yicha men Volvoni обычно tanlayman. Juda uzoq yuradi, ko'p yuradi. Qolgan nimasiga, ichkiga kelsak, men sizlarga aniq aytaman, agar shofyorga mana 25 bilan o'sha 26 yo 26 bilan 26 ni taqqoslasak, mana bu Volvo shofyor uchun udobstvoni просто yirtib qo'ygan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bunda unaqa udobstvolar yo'q. Hozir bittalar mana keyin Freightlinerga o'tamiz. Freightlinerga. Hozir yoki xohlasangiz birinchi Volvoga o'tishim mumkin. Чтобы Freightlinerda nimalar yo'q, o'shanga ko'rasizlar. Hozir Volvoning pulti hozir yo'q, menda kaliti bor. Volvoga keladigan bo'lsak, mana eshikdan boshlasak, Volvo ham eshiklarni ancha ruchkalarni boshqacha qilgan. Mana bu torpeda, o'quv videomda aytdimmi yo'qmi bilmayman. Mana torpeda mягкий. Ular buni ko'ringlar, uni serial dizayncha qildim. Qarqolli bo'lishi kerak. Mягкий. Keyin mana bularni ham mягкий mana. Juda mягкий. Freightlinerda buni ko'rmaysizlar. Bu emas. Mana qo'l qo'yish joyi juda mягкий. USB dan vashi yirtib olgan. USB larda mana ikkita bu yerga bergan. Ikkita pastki qismiga bergan mana. Mana bu yerda yana planshet ulash uchun teshiklarni boltlari bilan qo'ygan. O'sha oldindan shofyorni nima kerakligini qo'ygan. Shu teshmasin, mana bu torpedalarim teshmasin deb mana shu teshik nimasini qo'ygan. O'sha o'rnatdik. Yana nima? Bu yerda qarang. 12 voltlik plus ikkita USB. Bu shofyor uchun. Ichkariga kirasiz. Endi hozir men shu yerdan kursda qisqa ko'rib o'tirmayman. Ichkariga kirasiz. Mana bu yerda ikkita rozetka. Bu yerda ikkita rozetka. Bu yerda ikkita yana rozetka plus USB qarang. 12 voltlik. Undan tashqari ana bu yerda yana. Undan tashqari tepadagi shofyor uchun ham shu USB ni qo'ygan. Hozir Freightliner ko'rsataman, yo'q bu narsalar. Sidenlari bo'yicha, Abduf, Abagrev, boshqa ichdagi mana bu narsalar menimcha ko'p o'sha Freightliner. Imенно shofyorlar kechasi o'sha telefon kovlab bir TikTok'gami biron joyga qizlarga pul jo'natib turadilar kechasi. Shunga bizning shofyorlar uchun mana shunaqa narsalar kerak. Bunda hamma narsa bor. Keyin yana bir narsa, shuncha funksiyasi bor. Unda ham bor Freightlinerda. Mana bu elektroenergiya, trakizda batareya qolmasa o'zi avtozavod bo'ladi. Qolganlari
dizaynlarni o'zlaring endi taqqoslaysizlar. Menga to'g'risini aytsam Volvo yoqadi nima dizayni o'sha shofyorga bo'yicha. Lekin yo'lda agar komfort deylik, shofyor uchun haydash bo'yicha o'sha qimirlamasam, u saligina da farq qiladi. Freightliner o'zini yaxshi ushlaydi. Volvo uncha emas. Bilmayman. Menga u darajada nima desam, Volvo'ni o'zini tutishi menga uncha to'g'ri kelmadi. Buni aytishimiz kerak. Da Volvo'ni menga dizayn mana bunaqa yangi narsalar qilgan menga yoqdi. Masalan, chiroyliligi zo'r. Lekin yo'lda o'zini ushlashi Freightliner yaxshi ushlar ekan. Zapchastlarga keladigan bo'lsak, bolalar, Freightliner bu Mercedes kompaniyasi. Zapchastlari Volvodan qimmat. O'sha zapchast bo'yicha ham sizlarga qaysi o'sha ekonomiya kerakmi, yo shofyor uchun udobstvomi, yo komfort yo'lda kerakmi? Qaysi birini tanlasalaring o'zlaring bilasizlar. Chunki Freightliner, Mercedes, men bir fertillar oldim bunga, bir to'g'risini aytsam, ancha Volvoda uni yarmiga olasizda. Buni aniq aytish kerak. Ichiga kiradigan bo'lsak, mana buni ham ruchkasi o'sha o'zi shunaqa edi. Bularda Volvo ham Freightlinerdan o'g'irlaganmi bilmayman. Ular ham shunaqa ruchka qilishni boshlagan. Mana Volvo demoqchiman. Freightlinerda bor edi. Bu yeri qattiq emas, nima? To'qay mebelni ruchkasi mana buni ham o'sha Volvo kabi tepaga tortiladi. Yana nima? Ichki ko'rinishi da mana u Mercedes monitor yangi chiqqan. Agar bu monitor bilan Volvo'nikini taqqoslasak, Volvoda ko'proq funksiya bor. Chem bunda. Bu faqat Apple bilan ekan, u Android hammasi bilan ishlaydi. Qolgani mana yuqoridagisi Volvo menimcha bor. Volvo Freightlinerda meni o'ylashimcha ba'zi narsalarni o'g'irlagan, lekin Volvoning bu yerda fenlar bor. Bu ham mehkimi, tepa qismi bir xil. Nima bilan? Volvo bilan. Agar USB ga keladigan endi bo'lsak, USB ni iltimos qilasiz. Mana ikkitagina qo'ygan bu yerda. Ikkita C-type. Ikkita 12 voltlik mana bu yerga qo'ygan. Mana. Qolgani yo'q, masalan, qolganlarni ko'rmaysiz. Shofyor uchun endi bu yerda shofyorimiz haydaydilar. Ular shuni malariga o'tmoqchi emasman. Agar orqaga o'tsak, endi Freightliner haydaganlar buni biladi. Zaryadka bu yerda yo'q. Zaryadka shofyor uchun 12 voltlik bo'lsa kerak. Hozir to'xtanglar. O'qishni joylariga kirsam qanday neudobno bo'ladi? Mayli, ko'rsatish uchun kiramiz endi, uzr. Mana shofyor uchun deylik. Mana bu yerda udobstvo qarang. C-type yo'q, mana 12 voltlik bor. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. O'sha oddiy fanarcha, svetcha, mana bu svetchalari ham uncha yaxshi yondirmaydi. Bo'ldi. Bu yerda mana bu kladovkachasi bor, unda ham bor. Mikrovolovka unda ham bor, bunda televizor ham bor. Televizorning ustini yopib qo'yibdilar bu kishi. Yo'q, USB charj qiladigan narsa yo'q. Shu menga to'g'risini aytsam, hozir planshet, boshqa narsalar kerak. Sidenlari Volvo'niki yaxshiroq bu sidendan. Bu ham Abduf Abagrev sideni. 12 ikki xil rangda, ikki xil dizayn berilgan. Shu bolalar. Fikrimga kim qo'shiladi, kim nima deydi? O'zlaringlar fikrlaringni bildiringlar kommentda. Men agar opshi oladigan bo'lsak, agar qaysi birini menga deyishsaki, tanlaysan desa, menimcha men Volvo'ni aniq baribir tanlardim. Nima deganda, nechta Volvo olgan bo'lsam, hech qanaqa problemasiz 400 ming, 500 mingni shuna yurib bergan. Da melochovkalar chiqqan, uni qil, buni qil, u problem emas.
Lekin ko'p Freightliner eshitganman. 100 mingda, 200 mingga уже asta-sekin motordan problema bo'lgan, fuel pumplardan problema bo'lgan, boshqa narsalardan problema bo'lgan. Yangisida hozir bolalar, yangisida ham men maqtamoqchi emasman hozircha. Yangisida ham mana yaqinda airlik bo'ldi treylerda. O'sha narsa o'chirmayapti. Airlikni tuzatdim, lekin o'chirilishi kerak. Tablosidan o'chirilmayapti. Uni mana dushanba kunlari telefon qilaman-da, Volvo'da uni hal qilamiz. Lekin zapchastlar ko'p yurishlari bo'yicha Volvo udobstvosi bo'yicha shofyor обычно как uyida uni Volvo yashaydi desak, komfort menimcha Volvoda kuchliroq. Odam da yo'lda haydaysiz, keyin kechasi charchaganda o'sha o'tirasiz, nima qilasiz? Menimcha men o'sha ham arzon zapchastlari, o'sha remont qilishda ham uncha ko'pga tushmaysiz, zapchastlar hamma joyda bor Volvoniki. Freightliner esa sal qimmatroq. Shuning uchun bolalar fikrlaringni o'z kommentariyangda yozinglar, kimga qaysi yoqadi. Bu ham Barselona, Real Madrid degan o'sha gap kabi. Bular ham shu. Mana ikkita ajdarcha. Kim qaysi birini tanlaydi bolalar. Sog'lik, salomatlik, agar biror narsani aytmagan bo'lsam uzr bolalar. To'ldirib ketinglar kommentariyada. Nima deydi? Biror narsa qoldirilib ketgan bo'lsa, yozib ketinglar. Kimga qaysi yoqadi? Pastga yozamiz qani. Kim o'sha qaysi bilaning Volvo yozinglar, qaysi bilaning Freightliner qani. Kim ko'p tanlaydi yoki menimcha kommentda shuni добавить qilsam ham bo'ladi. Freightliner bilan Volvo qaysi bilaning ko'p bo'lsasizlar, ko'ramiz kimni balishki ko'proq ekan Amerikadagi trakchilar bo'yicha. Sog'lik, salomatlik, omad, pozitiv bo'lamiz. Like bosamiz videoga, tarqatib yuboramiz. Podpiskalarimiz 1 million bo'lsin endi. Desam agar shu 1 million podpiska bo'lsa, bitta trak sovg'a qilsam keyin birontasiga zo'r bo'lardi. Ketdik endi.